Eringizga ona bo'lib olmang. U sizning bolangiz emas. Qabulimda shunday bir holat bo'ldiki, bir ayol juda ham tushkun holatda keldi. Uning aytishicha, turmushidan keyin u eriga juda ham mehribonlik ko'rsatgan. Ovqatlarini sovutib berar ekan. Ishga kuzatayotganda esa paypoqlarini kiyg'izib qo'yar ekan. Yakshanba kunlari esa hattoki siz dam oling, charchagansiz deb bozorliklarni ham o'zi qilib kelar ekan. Va oxir oqibat mana shunaqangi mehribonchiliklarining javobiga kunlardan bir kuni eri unga men bir ayol topdim, uylanmoqchiman, sen sovchi bo'lib borgin deb aytar ekan. U aytayaptiki, men qayerda qanaqa xatoga yo'l qo'ydimki, erim menga shuncha qilgan mehribonchiligimning oqibatida bu javobni berdi. Mana shunaqangi bir yakun topdi degan bir og'riqli ruhiy holat bilan murojaat qilib keldi. Va biz tahlil qilib ko'rdik, bu yerda ayol o'zining eriga ona vazifasiga o'tib olgan. U bola pozitsiyasida o'zini onasiga borib, men uylanmoqchiman, sovchi bo'lib boring degan holatdagi ruhiy bir ko'rinishni olib keldi. Hurmatli ayollar, o'zingizni, oilangizni bir kuzating. Siz eringizga nisbatan qaysi pozitsiyada yondashyapsiz? Mehribon onami yoki erka qizaloqmi yoki qaysi rolini qaysi paytda o'z o'rnida bajara oladigan mukammal ayolmi?